Greenleaf korporatsiyasi iLife brendi ostida ishlab chiqarilgan mana shunaqangi ajoyib kir yuvish gelimizni testini qilib ko'ramiz. Ushbu kir yuvish gelini ko'rinishi xuddi mana shunaqangi ko'rinishda 1 litrli. Buni alohida funksiyasi matodning ichidagi har xil bakteriya va mikroblarni o'ldirishdan iborat. Undan tashqari kirlarni top-toza qilib yuvish xususiyati ham mavjud. Yana bir ajoyib funksiyasi buni tarkibida 1% ham ximikat bo'lmaganligi sababli allergiya chaqirmaydi. Hozir buni pH indikator yordamida sinab ham ko'ramiz. Mana ikkala idishda bir xil suv olganman. Hozir mana shu suvlarga solib, avval ko'pirishini, keyin esa ximikatlik darajasini aniqlaymiz. Qoshiq uchida oldim. Endi esa oddiy mahalliy sodadan olamiz. Mana bunda ham bir xil miqdorda olib soldim. Endi vaqtdan yutish uchun birato'la pH indikatordan ham solib yuboramiz. pH indikator mahsulot tarkibidagi ximikat darajasini aniqlab beradigan qog'ozchalar. Ya'ni agar mana shu sariq qog'ozning rangi shulardan biror birida o'zgaradigan bo'lsa, agar tarkibida ma'lum bir miqdorda ximikat bor degan ma'noni bildiradi. Solamiz. Ko'rib turganingizdek, Greenleaf korporatsiyasi mahsulotida rangi o'zgarmadi. Mana solganimdan darhol o'zgardi. Hozir bu ximikatligini tekshirdi. Ya'ni agar tarkibida ximikat bo'lmasa, albatta insonlarda allergiya holatini chaqirmaydi. Buni esa tarkibida ximikat bor. To'g'ri, yaxshi tozalaydi-yu, ammo baribir ham ximikat. Mana bu ko'pirishi. Ikkalasiga ham bir xil miqdorda soldim. O'zingiz xulosa qilishingiz mumkin.